kuchli erkak haqiqatdan ham zrelый kuchli erkak o'zi aslida ayolni kamsitadimi? Mana вопрос qayerda o'zi. Buni faktorlari juda ham ko'pda o'zi aslida. Keling, bitta tomonini faqat hozir aytaman. O'sha erkakni qanday ayol tarbiyalagan, qanday ona dunyoga keltirgan. Bu juda ham katta rol o'ynaydi-da aslida. Agar u ona juda ham kuchli bosim o'tkazgan bo'lsa, bu bola umuman onasini ruxsatsiz hech narsa qila olmasa, ko'chaga ham chiqa olmasa-da, to есть u zajatый holatda o'sgan bo'lsa bu bola ertaga yigit bo'ladi, erkak bo'ladi va bu erkakdan nimani kutish mumkin? Albatta xohlaydi keyin ayol kishini tahqirlashni. U nima ko'klarga ko'tarishni xohlaydimi? Faqatgina xo'ja ko'rsinga ko'rsatishi mumkin. Da, onam mani-da. To'g'ri, dinimizda ham aytiladi, ota-onamizni hurmat qilishimiz kerak deb. Lekin siz sevgi orqali aslida hurmat qilyapsizmi yoki majburiyat orqalimi? Siz buni o'zingizdan so'rashingiz kerak va bunda sizga his-tuyg'ularingiz haqiqiy javobni beradi. Xo'sh, agar shu erkak o'z onasini shunchalik yaxshi ko'rib, hurmat qilsa, nimaga u o'zini xotinini unda qo'rlaydi, tahqirlaydi, so'kadi, uradi? Haqiqiy kuchli erkak shunday narsaga qodirmi o'zi aslida? Bundan xulosa, men doim aytaman, нет виноватых, есть травмированные люди.